2026-yilda O'zbekistonda pensiyalar qachon va qanchaga oshadi? Bugungi videoda shu haqida batafsil tushuntiramiz. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar. Ushbu ma'lumotdan to'liqroq xabardor bo'lish uchun video ostiga bir donadan like bosib, kanalimizga obuna bo'ling. Siz bu orqali bizni kichik mehnatimizni qadrlagan bo'lasiz. Barchangizga kattakon rahmat. Diqqat qiling. Hukumatning fiskal strategiyasi va rasmiy rejalarida pensiya hamda nafaqalarni oshirish ko'zda tutilgan. Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra 2026-yilda pensiyalarni kamida 6-7% atrofida oshirish rejalashtirilgan. Shuningdek, 2026-yil uchun pensiya to'lovlariga 86 trillion so'mdan ortiq mablag' ajratilishi, pensiya va nafaqalarni indeksatsiya qilish uchun qo'shimcha mablag' yo'naltirilishi rejalashtirilgan. Xo'sh, unda pensiyalar qachondan oshishi mumkin? O'zbekistonda odatda pensiya va nafaqalar yoz oylarida yoki kuz boshida prezident farmoni bilan oshiriladi. Masalan, 2025-yilda pensiyalar 1-iyuldan 10% ga oshirilgan edi. Shu sababli 2026-yilda ham pensiyani oshirish bo'yicha qaror yil davomida alohida farmon bilan e'lon qilinishi kutilmoqda. Muhim eslatma, hozircha aniq foiz, sana va yangi pensiya miqdorlari rasman tasdiqlanmagan. Yakuniy raqamlar prezident farmoni chiqqanidan keyin ma'lum bo'ladi. Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, 2026-yilda pensiyalar oshirilishi rejalashtirilgan. Dastlabki prognoz 6-7% atrofida. Aniq sana va miqdor hali rasman e'lon qilinmagan, deyiladi xabarda. Hurmatli tomoshabinlar, video ostiga bir donadan like bosib, kanalimizga obuna bo'ling.